Do'stlar, bugun mana xon taxtalarni birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib keldik, ya'ni zavodiga yetib keldik. Bu yerda xon taxtalarni o'zlari ishlab chiqarishadi. Bulardan olib bemalol olib sotib foydalansangiz bo'ladi, yo uyingizga ishlatganini olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Savdo Time kanalini kuzatayotgan uzoq yaqindan hurmatli obunachilar. Biz yana o'z faoliyatimizni boshladik. Mana sizlarga manfaatli bo'lsin deb bugun mana xon taxtalarni ishlab chiqarish joyiga keldik. Kimga shunaqangi xon taxtalar zarur bo'lsa, hozir ishlab chiqaruvchi akamiz o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum, Islom aka. Charchamang. So'zlashmi? Rahmat aka. Endi obunachilarimizga bu xon taxtalar to'liq ma'lumotni o'zingiz bersangiz aka. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p, razmeri aka 60 ga 1 metr. 60 ga 1 metr. Ha. Oyog'i teray. Oyog'i teraydi. Yorilib ketmaydi. Qolgan hamma yo'q sasna. Panerkasi ham aka 3,5 4lik bo'ladi. 3,5 4lik. Ha, qalin, sinib ketmaydi aka, baquvvatligi yaxshi. Narxi aka 130 ming so'm. 130 ming so'm shunisi. Keyin endi bo'ladigan, yoki kami bormi? Obunachilaringizga tushib beramiz aka sizga. Bo'ladigan qolashi sotadigan qilib aytavering. Bo'lib sotib olamiz. NDF'imiz bor aka, 1 ga 1,5. Razmeri aka 320 ming so'm. 320 ming so'm. Aha. Oyoqlari teri, qolgan hamma yo'q sasna. NDF. Qaylari sasna. Ha, kafolat beramiz yorilib ketmasligiga. Aha. 1 ga 1,5 mi? Aha. Bu panerka hamma yo'q sasna aka. Sasna. Ha, 1 ga 1,5 razmeri. Narxi 260 ming so'm aka. 260 ming so'm. Aha. Taxtalari ham 1,5lik, 1,8lik bas, 2,5lik. Qalinidan aka. Yupqasidan bas. NDF'imiz aka, kattaroq razmer xohlaganlar uchun 180 ga 120. 180 ga 120. 420 ming so'm. 420 ming so'm. O teray sasna narxlari bir xilmi? Bir xil qilib beraveramiz aka. Narxlari bir xil. Ha, hozircha bir xil qilib beraveramiz. 110 ga 170 aka. 110 ga 170. Hamma yo'q oyoqlarigacha sasna. Aha. Ichlarida bu taxtalari hamma yo'q sasna aka. Sasnadan bu. Narxi 320 ming so'm. Keyin teragi ham bor, salafani boshqa aka keyin. Ha, salafani millicha. Keyin sasnaga qaraganda ichi bunisi baquvvatroq sizda hozir. Ha, bu baquvvatroq ekan. Bunga qaraganda ichi baquvvatroq sizda. O'zi xizmat qaysi biriniki uzoqroq bo'ladi? Aka bir xil xizmat qiladi. Terak bir xil xizmat qiladi. Xizmati bir xil. Biz chunki buni quritib turib, keyin yasashni boshlaymiz. Agar quritayotganimizda yorilib ketsa, biz buni qo'ymaymiz. Qo'yilmaydi. Ha. Zo'r. Ko'rsatganimdek 1 ga 1,5 da terayligi aka, oyog'i tera, qolgan hamma yo'q sasna. Narxi ham bir xil, 260 ming so'm. 260 ming so'm. Ha, baquvvatligi yaxshi aka, qalin panerka. 1 ga 130 bunisi. 1 ga 130. Ha, bu o'zi ne standart, so'rashayotgan uchun yasab olib chiqyapmiz aka. Buni asosan kvartiralarga, shunaqalarga olishyapti. Kvartira domlarga. Ha, balkonlarga qo'ygani 1 ga 130. 1 ga 130. Narxi 220 ming so'm. 220 ming so'm. Bular razmerlar bir xilmi u bilan? 180 ga NDF, hali u boshida ko'rsatganimdek NDF bir xil aka. 180 ga 120. Narxi 420 ming so'm. 420 ming so'm. Keyin katta so'raganlarga ham bor aka, kattaroq. Uzun hali katta mehmonxonalarga. Ha, katta mehmonxonalarga aka 230 ga 130 aka razmeri. 130. Ha. Narxi 480 ming so'm. 480 ming so'm. Keyin 2,5 metrliklari bor aka. 2,5 ga aka 130. 2,5 ga 130. Ha. Mana. Narxi 550 ming so'm aka. 550 ming so'm. Keyin aka ne standart ancha joyda yo'q-da bu razmerdan. O'sha noyobrroq razmer 2 ga 1. Razmeri. Ha, ichi uskira xohlaganlar uchun. Aha. Buni narxi aka 370 ming so'm. 370 ming so'm. Keyin bunisini ko'ring. 120 ga 2 metr. 120 ga 2 metr. Bu 1 metr, bu 2 metr, 120si. Aha. Bu narxi aka 380 ming so'm. 380 ming so'm. Mana bu 110 ga 170. Hamma yo'g'i sasna, u boshida ko'rsatganimdek aka. Agar mehmonxonalari kichikroq bo'lsa, 5 metrlik bo'lsa, rasa shu tushadi. Ikkalasini qo'ysak 340 bo'ladi. To'shagini solsak 80-80. O'shanda aka rasa 5 metrga joy bo'ladi. 5 metrga joy bo'ladi. Mana.
Xolasi terakligi bor. Xolasi sasna. hamma yo'q aka. Pulida farqi yo'q. Buni endi katta mehmonxonalarga ikkita qo'ysak bo'laveradi. Aha. 2,5 metrdan 5 metr bo'ladi. To'shaklarimiz 660 bo'ladi. 660 bo'ladi. Keyin yurgani jicha 40 sm joy qoladi Joy endi qoladi. xizmat qilgan. Zo'r. Keyin balkonda xonalari bor aka metda. Rosa balkonga tushadigan, Ha. talab kuchli mashina ham aka. Domlarga, kvartiralarga Ha. 60 ga Narxi 130. 180 ming so'm. Bu 2 yonali ochiq so'rilarga o'shani xona Ha. o'zi asosan. Ha. Bu balkonlarga yaxshi ketadi. Zo'r aka. Mana ular bor. 120 ga 160. Bunga ham talabcha kuchliroq. Hali 4 burchak kvadratni hali chiroyli-da bu ham. Ha. Bularning narxi 320 ming so'm. 300 ga. Mana bu transformerlar qancha bu yig'ishtiriladiganlar? Bular ham o'zi razmeri har xil bo'ladi. Bularning razmeri har xil aka. Buni endi razmeriga qarab yasab o'shanda narxi chiqadi. Narxi o'shanda chiqadi. Aloqaga chiqsa aytaveramiz aka. Bularni hozir aytib yuborsammi, razmeri necha narxini yo narxi chiqmagan. Yo'q, narxi yo'q aka. Buni o'sha razmerini olib turib, aytsa, misol 1.5 desa, o'shanga qarab narx chiqariladi. Bu o'sha yig'ishtiriladigan transformer. Agar sizlarga necha razmerda zarur bo'lsa, murojaat qilsalaring, nomerlarni pastda qoldiryapmiz. Chiroyli qilib razmerlaringga yarasha qilib yasab qilib berishadi. Narxlarga o'zlaringda ishlab chiqarishi, o'zimizda ishlab chiqarish o'zlarida. Yana ba'zi kachaliklarimiz bor ekan. Kachaliklarimizni ham bitta ko'rsating. Honda agar bu yerda yo'q bo'lsa aka, bu yerda bizda razmeri yo'q bo'lsa, u xohlashgan razmerda yasab beramiz. Yasab berilaveradi. 3 kun ichida tayyor qilib beramiz. Bu kachaligimiz aka. 1.800 ming. 1.800 ming so'm. Razmeri qanaqa bu? Baquvvatligi yaxshi, xudo xolasa bexijolat bu. 2 metr bormi uzunasi? 170, 175 chiqadi. 170, 175, aha. 1.800 a bu? 1.800 ming. Bunisi bor aka. Aha. Tepasi tunukadan. Mana, svetlari ham chiroyli, boshqacha. Gold svetda ekan-a bu, tilla svet ekan. Bunisi qancha? Bular 2.400 ming aka. 2.400 ming so'm. Aha. Va mana keyin aka mo'kachiligimiz bor. Qo'yadigan pastavkalarigacha bor. Choy-poy qo'yib olib, choy poy qo'yib olib, Pepsilar qo'yib ichib o'tirishaveradi. Tepasi Lexan ekan buni. Tepasi Lexan. Buni narxi 3.200 ming. 3.200 ming so'm. 400 kiloga aka javob beramiz. 400 kilo ko'taradi. 1 yil kafolati bor. 100 kiloli odamdan 4 ta o'tirsa bo'laveradi. 4 ta bemalol o'tirishaveradi. Bunisi bor aka. Bu endi hayvonli, bu ham boshqacha aka. Bu vashi boshqacha ekan-a? Ha, uncha chiroyliroq. Tepasi Lexan aka. Aha. Bunaqa skameykasi bir xilda standart bo'ladi. Aha. Hammasi o'tiradigan joyi standart, bir xil. Bir xilda bo'ladi. Ular hozir 4.100 mingdan aka. 4.100.000. Tushib beramiz bundan ham ozgina aka. Aha. Bunimiz bor aka. Hammasini hali dizayni har xilda. Har xil ekan, dizaynlar, ko'rinishlar har xil. Bular aka 3 milliondan bunga ham kafolati bor aka. 1 yildan hammasiga 400 kilodan yukiga javob beriladi. Hammasi 400 kilo ko'taraveradi. 400 kilo ko'taradi. Endi sal jicha arzonroq so'rashganlarga mana aka. Ham baquvvat, ham chiroyli, materiallari ham zo'r aka. Buni narxi bu ham Lexan aka. Lexan ekan deyiladi. Bular 2.5 million. 2.5 million so'm. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana skameykalar, xon taxtalar zaruriyat bo'ladigan bo'lsa, hozir aytilgan narxlardan telefonda o'zlaring to'yinlarga qo'l solsalaring o'tib beradigan joyi bor. O'tib berib, arzon qilib, chiroyli qilib dastavkalarni qilib beradilar. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatsangiz, shunaqa foydali ma'lumotlar birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Islom aka, ishlaringizni omadini bersin. Sog' bo'linglar.